Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Turkiya chempionatining 31-turida Istanbul Başakşehir va Kasimpasha jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bilan boshlandi. Ayni paytda Superliga qizg'in pallaga kirgan. Galatasaray navbatdagi chempionligiga yaqinlashmoqda. Ikki jamoa Fenerbahçe va Trabzonspor qolgan turlarda peshqadamga yetib olishi juda mushkul. Beshiktosh sovrinli o'rinlarda da'vogarlik qila olmaydi. Biroq Yevropa miqyosidagi musobaqalarga yo'llanma beradigan 4-o'rinda mustahkam o'rnashib olgan. Turkiya chempionatida Istanbul Başakşehir va Göztepe Yevrokuboklarga chiqish uchun kurashni davom ettirmoqda. Bu ikki klub kuchli to'rtlikka kira olmaydi. Biroq kuchli to'rtlik klublaridan qaysidir biri Turkiya kubogini qo'lga kiritgan taqdirda 5-o'rin sohibiga Yevropa sari yo'l ochiladi. Shu bois Nuri Shahin shogirdlari har bir uchrashuvda g'alaba uchun o'ynamoqda. Kasimpasha bilan bo'lgan bahsda ham istanbulliklar hujumkor o'yin ko'rsatdi va 5-daqiqadayoq Eldor Shomurodov hisobni ochdi. O'yin yakunlanishiga arafasida Eldor Shomurodov yana o'zini ko'rsatdi. Hamyurtimiz boshi bilan to'pni darvozaga joylab yakuniy hisobni ta'minladi. 4-0. O'zbekistonlik hujumchi Superliga to'pirilar bahsida oltin butsa uchun kurashmoqda. Hozircha bu reytingda 22 ta gol urgan Trabzonspor hujumchisi Pol Onuachi yetakchilik qilmoqda. Eldor Shomurodov Kasimpasha darvozasiga kiritgan 2 to'p bilan gollar sonini 20 taga yetkazib oldi. Qolgan 3 ta turda o'zbek hujumchisi nigeriyalik to'pirlarga yetib olishga harakat qiladi. Biroq bu qiyin masala. Shomurodovning o'zi individual yutuqlardan ko'ra jamoa muvaffaqiyatini ustun qo'yishni bildirib, to'pirarlik poygasida u qadar jiddiy e'tibor bermasligini aytgan edi. Istanbul Başakşehir navbatdagi g'alabadan keyin ochkolari sonini 51 taga yetkazib, 5-o'rindagi pozitsiyasini mustahkamlab oldi. Nuri Shahin jamoasi keyingi tur o'yinini 3-may kuni Fenerbahçe'ga qarshi raqib maydonida o'tkazadi.